Assalomu alaykum, hurmatli Agrobuxoro kanali kuzatuvchilari, dehqon fermer akalarimiz. 2025-yilgi mana hosillardan ko'rsatishda davom etamiz. Bu dalamiz Buxoro viloyati Jondor tumani, Jasur akamning ikkinchi dalasi. Bu dalamizga ham Green Life kompaniyamizni Champ makkajo'xorisidan berganmiz, silos yo'nalishda. Nima deb qolamiz? Bundan oldingi videolarda ham ko'rsatib o'tganmiz. Jasur akam juda ham yaxshi dehqonchilikni juda ham yaxshi tushunib, o'z kerakli vaqtda agrotexnikalarni, ozuqalarini, bag'dan suspenziyalarni, suvni eng birinchi o'rinda juda ham yaxshi berib borib, agrotexnika tadbirlarini o'z vaqtida qilgan holatlari makkajo'xorisi mana ko'rib turibsizlar, juda ham idealniy zo'r bo'lgan. Nima deb qolamiz dehqon akalarimizga? Dehqon akalarimiz birinchi o'rinda urug'ni olgandan keyin sifatli avvalambor dehqonchilik birinchi o'rinda yerni yaxshi tayyorlab, yerni yaxshi yerga urug'ni qadashdan boshlanadi. Undan keyingi jarayonlarida ham dehqonchilikka unaqa ko'p narsa ham ko'p xarajat qilib, ko'p rasxod qilib, ko'p narsa tiqib borgan bilan hech narsani o'zgartirmaydi. O'zini vaqtida kerakli oziqasi, kerakli suvini, kerakli bag'dan suspenziya